uy kredit olish tartibi va talablari yuzasidan suhbatlashish uchun studiyamizga yurist Muhriddin Fayzullayevni taklif qilganmiz. Hozir Muhriddin akamdan bilib olamiz. Assalomu alaykum Muhriddin aka, xush kelibsiz. Muhriddin aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Muhriddin aka, xush kelibsiz eng avvalambor. Avvalambor rahmat, assalomu alaykum. Erta tong muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Muhriddin aka, uy olish, kreditga uy olish tartibi va talablari haqida ozgina suhbatlashsak siz bilan birga. Hozir misol uchun marketing strategiyasi sifatida ko'pchilik har xil reklamalar berilyapti va reklamalarda bitta pasportning evaziga bo'ldi, pasportingiz bo'lsa bo'ldi. Mana shu pasportni o'zi bilan siz uy olib har oy 3 milliondanmi to'lab ketaverasiz. Endi har xil narx aytishyapti. Odamlar o'ylashi mumkin, misol uchun umuman hech qayerda ishlamaydigan odam, lekin pasporti bor. Borsam demak pasportimni bersam har oy 3 milliondan pul to'lab ketaversam zo'r-ku bu deydi-da. Arava tortib bo'lsa ham topaman 3 million degan qarashlari bor-da odamlarda. Shunga sal oydinlik kiritib bersak, yurist o'laroq shu fikr bildirsangiz. Juda to'g'ri savol. Bu bugungi kunda aktual masala hisoblanadi. Uy olish, avtotransport vositasini xarid qilish. Lekin e'tibor qilishimiz kerakki, bunday marketing strategiyasi har doim ham to'g'ri emas. Ya'ni iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun va reklama to'g'risidagi qonunlarga ko'ra berilayotgan reklama bu iste'molchini chalg'itib qo'ymasligi kerak. Ya'ni faqat pasportim borligi bu men uy olishim uchun demak sharoit yaratadi yoki zamin bo'ladi demasligi kerak. Banklar odatda yoki mikrokredit tashkilotlari u yoki bu holatda kredit ajratayotgan bo'lsa yoki o'sha uy olish yoki avtotransport vositasini xarid qilayotgan vaqtda ular albatta har bir shaxsni identifikatsiyadan o'tkazib, uni o'sha scoring tizimi orqali to'lov qobiliyatini tekshiradi. Ya'ni u qanchalik o'sha fuqaro to'lovga qobiliyatli, qancha miqdorda kredit ajratish mumkin yoki oldin kreditlari bormi? Kreditlari bo'lsa qancha miqdorda? Ya'ni har bitta bank tavakkalchiligini ham ajratayotgan kreditini miqdorini tekshirib bu holatni ko'radi. Mana shu holatlar, ya'ni kredit tashkiloti bo'lmagan yoki mikrokredit tashkiloti bo'lmagan, bank bo'lmagan tashkilotlargina bunaqa hozir siz aytayotgan holatlarga yo'l qo'yishi mumkin. Ya'ni o'sha auditoriyani kengroq jalb qilish maqsadida, odamlarni ko'proq o'ziga jalb qilib yig'ish maqsadida mana shu holatlarni amalga oshirish mumkin. Ya'ni uy sotib olish bu o'zi bir tarixiy masala. Bu ya'ni juda dolzarb. Nimaga e'tibor berish kerak? Avtotransport sotib olayotgan vaqtda nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni bu yerda kompleks tekshiruvlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni shaxsning o'zi ham qaysidir uyni sotib olayotgan vaqtda juda katta tekshiruvni amalga oshirish kerak.